Assalomu alaykum. Ravshan Uz kanalining obunachilari, chorva ishqibozlari, YouTube ishqibozlari. Bugungi hafta kunimizga juma 12-dekabr. Manzilimiz Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani. Ona bola sigir narxlari bilan bir qator tanishtirib o'tamiz. Aka, birinchi bolasi qochmadim boshqa. Birinchi bolasi Novoscha. Necha litr suti bor? 4 litr suti bor ekan. Birinchi bolasi Novoscha. Necha pulga chiqdi? 21,5. 21 million 500 ming so'm savdosi bo'pti shu sigirimiz bolasi Novoscha. Savdosiga baraka bersin aka, sog' bo'ling. Shamil og'a, necha pulga chiqdi bu? 22 qilyapti. Bo'g'ozmi? Bo'g'oz. Necha oylik? 6 oylik. 6 oylik bo'g'oz. 22 million so'm savdosi bo'lyapti ekan. Nechinchi bolasiga? Ikkinchi bolasiga. Savdosiga baraka bersin, sog' bo'ling. 22 million so'm shu bo'g'ozimizning narxi bo'lyapti ekan. Bu ham bo'g'oz. Shart emas, ha? Savdosiga baraka bersin aka, sog' bo'ling. Ona bola sigir narxlari bilan tanishtiramiz. Mana shu sigirimizdagi narxini so'rab bilib beramiz hozir. Meni tushunmayman. So'p aka. Nechinchi bolasiga bo'g'oz aka bu? Bu birinchisiga bo'g'oz. Birinchi bolasiga bo'g'oz necha oylik? 5,5 oylik bo'g'oz. 5,5 oylik bo'g'oz. Tekshirtirilgan garantiyasi bor, ha molda? Tekshirtirilgan garantiyasi bor. Dehqon. Dehqon akamizdan savdosi necha pulga chiqdi? 23 million so'm savdosi bo'lyapti, ha? Telefon raqam qoldiramizmi? 100 ming kam 23. 100 ming kam 23 million so'm savdosi bo'lyapti ekan. Shu molimiz kimgadir yoqqan bo'lsa, telefon raqam qoldirar ekanlar akamiz. Birinchi qoringa G'unoji. 77lik 028 028 0074 0074 raqamiga qo'ng'iroq qilsanglar, mana shu G'unojining egasi bilan bog'lanib, batafsil ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Savdongizga baraka bersin, sog' bo'ling. Zotli mollarimiz tushibdi. Ha, Ravshan Uzda kechga chiqadi aka. Kechga? Ha, kechga chiqaramiz. Zotli mollarimiz tushibdi bozorga. Narx-navosi bilan tanishtirishga harakat qilamiz. Yesholsa to'xtasin. Aka, bular bo'g'ozmi, ona bolami bular? Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Bo'g'oz mollarimiz, ha? Nechinchi qoringa, necha oylik bu? Bular 8 oylik, bunisi 7 oylik. Nechinchi qoringa bu? 8 oylik. 3-chi qoringa, nargis 4-chi qorin. 3-chi qoringa 8 oylik bo'g'oz molimiz. Nech pul narxi? 47 million bo'lyapti, nargisi 48 million. 47 million so'm shunisini savdosi bo'lyapti, mana semental molimiz. 47 million so'm savdosi bo'lyapti ekan shu molimiz. Qurolga. Semental urib qo'yilgan-a? Yo, bu qadar qochgan aka? Semental urib qo'yilgan. Mollarga Qayerdan kelgan? Guliston. Kelish, kelib chiqish. Adres qayerda aka bu? Yevropadan kelgan, nargi bir necha oylik bo'ladi? 1,5 oylik bo'g'oz. 1,5 oylik bo'g'oz. Ikkinchisiga debdi. Ikkinchisiga. Bu uchinchi bolasiga. 28 million so'm. Astag'firullah, uzr. 48 million so'm jaydar mollar narxini olib turib, 48 million so'm savdosi bo'lyapti ekan. Akalar, o'tib qo'yinglar shu mollarni bitta ko'rsataylik. Uzr, ha? 1,5 oylik bo'g'oz ekan. 1,5 oylik bo'g'oz ekan mana shu molimiz. 48 million so'm savdosi bo'lyapti ekan. Aka, suti ham bor-a buni? Suti ham bor. 20 litr suti bor, ha? 20 litr suti ham bor ekan shu bo'g'oz molimiz. 1,5 oylik bo'g'oz, 48 million so'm savdosi bo'lyapti ekan. Juda ham yirik holatdagi mollarimiz. Iloji boricha telefon raqamlarini olib berishga harakat qilamiz hozir akamizdan. Telefon raqamini bersalar, mana kavush qaytarib turibdi, sog'lom mollarimiz. Aka, telefon raqam qo'yamizmi?
Savdo bo'lyapti. Savdo bo'lyapti. Endi sizni bozorda ko'ramiz, pastda shunaqa zotli mollar bilan shug'ullanasiz. Shunaqa mol qidirib yurgan aka-ukalarimizga telefon raqam qoldirsak, 99lik 987 0275 raqamiga qo'ng'iroq qilsanglar, mana shunaqa zotli, sifatli, nasldor mollarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, ismingiz nimaga? Alisher akamizni telefon raqamlari bemalol ma'lumotlarni olib, musofirdan ko'rayotgan aka-ukalarimiz bemalol qo'ng'iroq qilib, shunaqa sigirlar so'rashingiz mumkin. Savdoingizga baraka bersin aka, sog' bo'ling. Aka, shu sigir nech pulga chiqdi narxi? 32 million so'm. Nechinchi bolasi? 3-chi bolasi. G'unojin buqacha? Buqacha. 32 million so'm savdosi bo'lyapti ekan. Necha litr suti bor ekan? 8 litr suti bor ekan shu sigirimiz. Savdoingizga baraka bersin aka, sog' bo'ling. Sizdanmi aka bular? Bolasi nima ekan? Urg'ochi. Necha oylik bolasi? 3 oylik, ha? Necha litr sut ekan? Suti necha litr? 7 litr. 7 litr suti bor ekan molimizni. Bozor nech pul qildi, tog'a? 23 million so'm. Aytilishi nech pul? 26 million so'm. 24 bo'lsa ketadi. 23 million so'm savdosi bo'lyapti ekan shu molimizni. Narxi biri ham sizdanmi? Narxini bilmadingiz, ha? Bu sigir sizlardan emasmi akalar? Yo'q. Bu sigirimiz egasi yo'q ekan, narxini bila olmadik, lekin zo'r sigir ekan bu ham. Savdoingizga baraka bersin, sog' bo'ling. Bu bir kimdan ekan, qora? Bunisini ham egasi yo'q ekan. Bu ham chiroyli sigir ekan. Sog'inlari to'rttasi to'rt joyda. Yaxshi sigirlarimiz. Manzilimiz Sirdaryo viloyati, Sirdaryo tumani. Shunaqa zotli sigirlarimiz ham, o'zimizning joydari, mesli sigirlarimiz ham tushadi. Bemalol kelib savdo qilishinglar mumkin. Sigir kimdan ekan akalar? Assalomu alaykum. Sizdanmi aka? Nech pul bo'ldi bu narxi? Sotilgani 30 kami bor deyapti. 30 million so'm kami bor. Bolasi erkak. Yana qochganmi sigir? Sigir qochganmi aka yana? 2 oylik qochgan ekan. Bolasi yonida erkak. Birinchi bolasi yonidagi. 30 million so'm kami bor. Savdosi nech pulga chiqdi aka buni? Hali 22, 23, 24. 22 milliondan 24 million so'mgacha savdosi bo'lyapti ekan. 25 taga so'rashyapti. Telefon qoldiramizmi aka? Sotilib ketadi. Savdolarga baraka bersin, sog' bo'linglar. Bolachasi ham chiroyli ekan, oyoq qo'li uzun, erkak. Necha litr suti bor? 3 litr suti bor, bolasidan tashqari. Birinchi bolasiga bolasidan tashqari 3 litr suti ham bor ekan. Yana 2 oylik bo'g'oz ekan sigirimiz. Savdolarga baraka bersin, sog' bo'linglar. Nechinchi bolasi? 3-chi bolasi. Yangi tug'ma ekanda, yangi tug'ma ekan. Necha litr sut beryapti? 6 ta suti bor. 3-chi bolasiga 6 litr suti bor ekan. Necha pul savdosi bo'ldi aka? 20 million 500. 20 million 500 savdosi bo'lyapti, bermadi. Masni ko'rish kerak-ku. Mana yuvvoshligiga akamiz bemalol tekshirib ko'ryaptilar. 4 ta yilni ham ishlayaptimi tog'a? Mana 4 tasi ham ishlayapti ekan. Aytilishi necha pul bo'ldi buni? 25 so'ralyapti. Asodil savdosi necha pulga chiqdi? Asodil savdosi 20 million 500 ga. 20 million 500, eng qimmat ko'rgan joy 20 million 500 ming so'm bo'pti. Savdozga baraka bersin aka, sog' bo'ling. Bola sigir necha pulga chiqdi aka? 31 ga. Nechinchi bolasi yonida? 5-siga 4 oylik bo'g'oz. 4-chi bolasi yonida. Novoscha. Suti ham bor. Juda zo'r ekanda sizni molingiz, 3 talik ekanda. Qornida bola, yonida bola. Necha litr suti ham bor? 5-6 ta bor. 5-6 ta suti ham bor. Necha pul bo'lsa ketadi aka bu? 32 bo'lsa berib olaman. 32 bo'lsa ketadi, 30 million so'm savdosi bo'lib turibdi ekan. Telefon raqam qoldiramizmi? Qoldiring. Necha raqam? 33lik. 33lik 772 92 raqamga qo'ng'iroq qilsanglar, mana shu molimizni egasiga aylanasizlar. Zo'r molimiz ekan, qornida bola, yonida bola, dalshe suti ham bor ekan.
Mana bolachasi ham juda ham chiroyli holatda. Bir yil boqsa bemalol onasi mana tekinga qolib ketar ekanda. Qo'ng'iroq qilinglar, shoshilinglar, molimiz zo'r. Savdozga baraka bersin aka, sog' bo'ling. Aka nechinchi bolasi bu yonidagi? Nechinchi bolasi? 6-chi bolasi. Bolasi G'unojin, sigir bo'g'oz yana. Yo, noma'lum. Aniq emas, ha? Necha litr suti bor? 10 litr suti bor. Puli necha pul ekan? 32 million. Savdosi qancha bo'ldi? 27 million, 28 million so'm savdosi bo'lyapti ekan shu ona bola sigirimizda. 10 litr suti ham bor ekan. Savdozga baraka bersin aka, sog' bo'ling. O'zimizning mesni Jaydora sigirimiz. Bolasi nima ekan aka buni? Assalomu alaykum. Bolasi G'unojin. Necha litr sut ekan? 5 litr. 5 litr sutga birinchi bolasi, ha? Birinchi bolasi. Mana yonida G'unojin bolachasi bor. Necha pul ekan aka? 20 million 300 ming so'mda to'xtabdi. 20 million 300 ming so'm savdosi bo'lyapti ekan shu sigirimiz. Aytilishi necha pul bo'ldi aka? Aytilishi necha pul so'radingiz? Yo'q, necha pul so'radingiz o'zingiz? 22 million so'm. Bolasi bir 2 oylik atrofida. Savdozga baraka bersin aka, sog' bo'ling. Ona bola aka bular ama? Ona bolami? Necha pulga chiqdi aka? 8 bilmadi, savdosi bo'lmadi hali. Ajratuvdik bo'lmadi, qaytarib. O'xshamadi. Savdozga baraka bersin aka, sog' bo'ling. Bola sigir necha pulga chiqdi aka? Savdosi bo'lmadimi? Bolasi yo'qmi yonida? Bo'g'ozmi? Aka, necha pulga chiqdi? 25 million 700. Necha oylik bo'g'oz aka bu? 3 oylik bo'g'oz aka. 27 million 300 ming so'm savdosi bo'lyapti ekan. Yirik holatdagi sigirimiz. Bolasi nima ekan aka buni? Bolasi ho'kizcha. Nechinchi bolasi bu? Ikkinchi bolasi ho'kizcha ekan. Necha litr suti bor? Ko'p aytmayin 2 litr. 2 litr, ha, bolasidan tashqari 2 litr suti bor ekan. Bolasi novvoscha. Puli necha pul ekan? 20 million so'm kami bor aytilyapti ekan. 20 million so'm kami bor aytilyapti ekan sigirimizni. Savdosi necha pulga chiqdi? 17,5 million so'm savdosi bor. Internetga chiqadi Rahmonbek aka. Savdoga baraka bersin aka. Qayermi ol aka bu? Sirdaryo Sohil City. Sirdaryo sohildan. Savdozga baraka bersin tog'a. Sog' bo'ling. Mana molimiz umumiy holatda ko'rinishlari. Mana akamiz o'zlari. Ishonaman, chunki odamning qanaqaligini bilsiz. Bolasi nima ekan aka buni? Erkak. Bolasi erkak. 1 oylik bor bolasi. 8,5 million aka. Nechinchi bolasi? Birinchi bolasi. Bolasi erkak, birinchi bolasiga necha litr suti bor? 3 litr. Necha pulga chiqdi? 18 million 500. 18 million 500 ming so'm savdosi bo'lyapti ekan. Savdolarga baraka bersin, sog' bo'linglar. 18 million 500 ming so'm savdosi bo'layotgan sigirimiz. Zokir aka necha litr suti bor ekan buni? 3 litr suti bor. Savdolarga baraka bersin, sog' bo'linglar. Bular necha pulga chiqdi aka? 24,5 29,5 million so'm. Bolasi katta. Bolasini o'zi 15 million ketib qoladi va ajratsa 15 million so'm ketib qoladi. Onasi 6 oylik bo'g'oz.
29,5 million so'm savdosi bo'lyapti. Ikkinchisiga bo'g'ozmi? Sutdan chiqib qolgan-a o'sha. Suti ham bor hali. Necha litr suti bor? 3-4 litr suti. Bir mahal 3-4 litr suti bor ekan. Mana mollarimiz. Savdoingizga baraka bersin aka, sog' bo'ling. Ravshan Uz kanali aka. Telefon raqam qoldirib yuboramiz. Sotilib ketadi-a? Savdoingizga baraka bersin, sog' bo'ling. 29,5 million so'm savdosi bo'lyapti ekan. Onasi 6 oylik ikkinchi bolasiga bo'g'oz ekan. Videomiz yoqqan bo'lsa, bir dona like bosib, kanalimizni qo'llab-quvvatlab qo'yinglar. Obuna bo'lib qo'ysanglar, shunaqa videolarimiz birinchilardan sizlarga yetib boradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha